Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, aziz obunachilar. Sizlarga yana bir yaxshi taklif bilan chiqartiramiz. Ya'ni Xiva tumanida Varag'zon mahallasida 51 kvadrat metrga ega bo'lgan kvartira sotiladi. Birinchi etajda. Eng muhimi obunachilar, yonboshida yana ko'rib turganingizdek bog'chasi bor, tayyor. Sizlar bilan birgalikda ichki tomonni ko'rib chiqamiz. Ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz. Kvartiramiz 51 kvadrat metr kvadratga ega bo'lib, bu hali ayaklarga turibdi. Ya'ni yashash uchun hali tayyor emas, ozgina rasxoti bor. Lekin pul ham shunga loyiq, chiroyli narxlarda. Shunga loyiq. 51 metr kvadratga ega bo'lgan kvartiramiz 2 xonadan iborat. Bu yon tarafda kuxni bo'ladi, bu yoqda bir xona, bu yoqda bir xona, bu yerda esa sanuzel, ya'ni vannay bo'ladi. Görüşünüz mümkün, stechkasi tayyor turibdi. Ayaklar tayyor, shpaklopka, oboy bosib orasida patolog va hokazo qilgan ishlar ko'rinib turibdi. Tokka degan top bor, suv bor, bemalol suv ham kelgan, kanalizatsiya o'tgan. Sharoitlari bor. Bu yerda dushib, chopib, kirib o'tirish shart emas. Kuxni uchun ham kanalizatsiya o'tgan. Suv, sovuq suv kelgan. Bemalol remontni qilib, ya'ni bir 30 million, 40 million o'zingizga qulay remontda rasxod chiqarib yashasangizlar bo'laveradi. Bundan bir 6-7 oy burun biza sizlar uchun shu Varag'zondagi, ya'ni mana shu domda joylashgan bir kvartiramizni ijaraga berilish haqida aytib o'tganmiz. Videoni silgasini ushbu video opisiyaniyasini bemalol ko'rib, remont bo'lgandan keyin nechki holat kelishini ham ko'rishingiz mumkin. Ya'ni buningning kvartirani remont qilib o'zimiz ijaraga topshirganmiz. Va ham xuddi shuningdek tarzda remont qilishingiz mumkin. Ma'lumot o'rnida yana bir narsani aytib o'tamiz. Bu remontimizga 40 million so'm pul sarflaganmiz. Bundan bemalol shu 40-50 million atrofida sarflab, bemalol ichiga kirib yashashingiz mumkin bo'ladi. Joyning narxini keladigan bo'lsak, joyimizning narxi 160 million so'm. Karmi bor, kelishadi. Baribir o'zbekmiz, kelishadi puli. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Yana shu joyda nomerlarni qo'yamiz. Bog'lanaverasizlar. Qolaversa, mana o'zimga bog'lansangizlar ham mijoz bilan birgalikda shuni savdolashishimiz mumkin. Kim ham ma'qul bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. To'chasi ham normalniy, to'chasi haqida ma'lumot beramiz. Sizlaringiz yashamaysizlar, ko'ngilchilar bor, albatta. O'sha bolalar o'yingohlari tayyor, odamlar ko'chib kelgan. Yolg'iz qolmaysizlar. Aziz obunachilar, yana bir sizlarga zo'r ma'lumot, bir Xiva tumani rais sentri bo'lishi kutilyapti. Ya'ni bu yerda yana domlar qurilyapti, maktablar, do'konlar va hokazo. Undan oryan tarafda esa park, Xiva tuman parki bo'lishi uchun yana qurilish ishlari tayyorgarliklar yetib turibdi. Adresini tushuntiramiz. Adresi Varag'zon mahallasi. U boraverasizlar, bu yon tarafda Urganch yo'li. Shundan kelaversangizda, yana shunda eng birinchi dom. Aloqaga chiqaverasizlar.